Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'onadagi yangi ochilgan otxonalardan biri do'stlar. Juda ham katta majmua. Soati bugungi kunda 200 ming bo'lyapti. Bir soati. Xohlagan otlaringiz minib, chavandoz bo'lib, bemalol uchishlaringiz mumkin mazax. Любой otlar bor, bu yerda ham otlar bor, ana otlar. Otlar ham bor, toylar ham bor, как положено. Bexijolat kelaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Lokatsiyasini hozir batafsil aytib o'tib ketaman. Bitta otxonalarimizda yemxonalar bo'lyapti do'stlar. Bu yerda basenchalar, как положено, где-то 30 ta 40 ta ot bor, kamida bemalol kelib sarguzashtlar oroli qilib, ya'ni bemalol uchib, bexijolat ko'rib ketsalaringiz bo'ladigan joylardan biri. Ot uchmaganlarga как раз ot uchishga zo'r joy do'stlar. Hozir mikrofonchani ilib olmasam bo'lmas ekan. Mikrofonchani hozir shunday ilib olaman. Bir. Hoppa. Ras endi bu cho'tga eshitiladi. Hozir 1 minut 1 daqiqa 1 soniya. O'zim ko'rsatadigan bo'lsam do'stlar, toylar, otlar hozir bitta ko'rsatib o'taman обязательно. Yarım soat 100 ming, 1 soat 200 ming ekan do'stlar. Ana otlar, как положено. Va chekaroqda otlar. Keyin bu yerda mana toylarimiz ham bor, otlarimiz ham bor do'stlar. Bemalol bexijolat kelaverasizlar. Zo'r otlar egarlari bilan birga. Mana birinchi otimiz, ikkinchi otimiz bu yerda choy ichayapti. Uchinchi otimiz bizga qarab turibdi. Buna otlarimiz, toylarimiz, qani. Hammasi choy ichayapti ekan. Qani bu yoqqa kelingchi. Toychoq. Qani? Toychoq. Keng. Qani. Bu otimizdan ham bor do'stlar. Bemalol shotga kelib, bu ana bunimiz kelar ekan. Shunday hozir tishlab olmasin endi bu. Keng. Qani. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, xohlagan otlaringizni olib minishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, otimiz chiroyligini o'ta boshqacha ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bayir otlaridan do'stlar, qarashlari ham boshqacha. Qani? Ana. Yana bunaqa otlarimiz ham bor. Qani. Kelamiz. Ana. Toychoqda bu toychoq. Xullas mana ko'rib turganlaringizdek otlar bor, kishnab qo'yapti. Qani dur deb qo'yinchi. Qani, tishlab olmang faqat qo'lim. Aytat. Xullas mana do'stlar, yarim soati 100 ming so'm, 1 soat 200 ming so'm bo'lyapti. Bemalol bexijolat kelaverasizlar. Bemalol uchib ketishga. Menimcha ertalabki 9 dan kechki 5-6 gacha ishlasa kerak. Xullas katta sport majmua. Sport
Majmua emas, ot uchadigan joy. Keyin bu yerda katta joyi ham bor. Xohlasalaringiz kichkina joyi, xohlasalaringiz katta joyi. Tablaringizga qarab bemalol ekskursiya qilib ko'rib ketsalaringiz ham bo'ladigan joylardan biri do'stlar. Farg'onada joylashgan. Mana do'stlar. Bu yerda ko'rsatgan joyimda kichikroq uchadigan joy. Mana ko'rganlaringizdek. Keyin do'stlar, bu yerga bemalol bexijolat do'stlar bilan vaqt o'tkazgani, otda uchgani kelaverasizlar. Otlar zo'r zotdor otlar ekan. Bemalol kelaverasizlar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek ko'k ko'z bola. Like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yapsiz. Sizlar uchun doim harakatdaman. Gazini bosamiz. Yana mahallasidagi ot majmuasi, Vodiy Turporlar ot kompleksiga bemalol kelaverasizlar do'stlar. Like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz.